Assalomu alaykum va rahmatullohi aziz vatandoshlar, hurmatli yo'ldoshlar. Qizildengiz ikkinchi joyidan o'z ziyoratimiz yakuniga yetdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Rahmat. Shampionimiz mana chiroyli holatda olib yuribdi ziyoratchilarimizni. Endi ziyoratchilarimiz sizlardan ozgina intervyu olib olaman endi. Ozgina o'zingizlar fikringizni aytib berasizlar. Sharoitlarimizni, 50 bosh xizmatlarimizni albatta Qizildengiz sayohatga o'zingizlarni bilgancha fikringizni aytasizlar. Assalomu alaykum. Xudoga shukur. Rahmat. Qayerdansiz? Men Andijon Xo'jot rayonidanman. Andijon oblasti Xo'jot rayonidanman. Kim tavsiya qildi sizga xizmatni? Sharoitlari qanday? Shu haqda ozgina fikringizni aytsangiz. O'g'lim olib jo'natib yubordi. Men o'zim qiziqmadim. Firmasiga qaysi birligini bilmadim. Yaxshi, juda zo'r olib bordi. Jumaniyoz akaga rahmat, Hoji akaga. Mana kelinglar. Nihoyatda yaxshi olib borishlari. Hozir Qizildengizdan ovqat endi hamma joyda zo'r, Xudoga shukur. Qiynalmadingizmi ibodat? Juda zo'r. Sayohatni Hammasi zo'r. Mana Qizildengizdan qaytyapmiz. Yaxshi, hamma yo'q. Xudoga shukur, ziyoratlarimiz yaxshi. Alloh o'zi qabul qilgan bo'lsin daryo. Hoji tog'a, siz qayerdansiz? Men o'sha Andijon viloyatini Paxtavod tarafidanman. Paxtavoddan. Qorayanto degan qishlog'idanman. Shu ziyorat qorakamlarga, beliboshlarga o'ta ham chiroyli rahmat. Allohga behisob shukur, Alloh martabalarini ulug' qilsin. O'ta zo'r. Hamma yo'lda zo'r olib borishyapti. Ziyoratlarga ham chiroyli qilib olib borib kelishyapti. Gostinitsalar, yotoq joylarimiz chiroyli. Ovqat ozoqlarimiz ham zo'r, Xudoga shukur, yaxshi, Allohga behisob shukur zo'r hammasi. Mana endi hozir mana yana dam olgani olib kelishdi, mana o'ta chiroyli. Yana qaytyapti, Xudoga shukur. Avtobuslar ham o'ta chiroyli, zo'r. Mehmonxonamiz yaqin ekan, qiynalmaysizmi haramga? Yo'q, ibodatga jinda ham qiylanganimiz yo'q. O'ta ham chiroyli. Allohga shukur, avtobus doim shu turadi. Chiqamiz, qilamiz. Qanchalik issiq, qiynalmaysizmi? O'zbekistondan issig'i sal pastroq, bunaqacha issiq baland emas, Allohga shukur. ibodatga. Yo'q, ibodatga qiyinchilik yo'q. Qiylanganimiz yo'q ibodatlarga. Yaxshi, havolar zo'r, Allohga behisob shukur, havo yaxshi. Juda chiroyli. Ibodatingiz qabul bo'lsin, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Yana qayta kelishni nasib qilsin. Hozirga kattalar uchun yetib berasiz. bu gapiramiz sizga. Yomonlab qo'yasiz. Yo'q, endi mana yomonlashsiz. Allohga shukur. Alhamdulillah, Allohga shukur. Mana baza qilib aylandik. Haga desak olib bordi, Allohga shukur mana. Mana Aziz Karim akam ham tanjalari sog' bo'lsin. Nazar akam ham tanjalari sog' bo'lsin. Mana yo'lboshlarimiz ham hammalarining tanjalari sog' bo'lsin. Nima niyat, niyat bo'lsa niyatlar yetishlikka Alloh nasib qilsin. Yana qayta kelishlikka, qayta nima qilishlikka Alloh nasib qilsin. Yana Xudo xolasa inshaalloh yana kelsak, Aziz Karim akamni nima orqali Nazar akam bilan she'rlar bilan birga kelishlikka Alloh nasib qilsin. Allohimga shukur, Allohimga shukur. Indamay shukur mana. Issiqmas, Alloh shukur mana. Bemalol o'zimiz aylanib, bemalol savoblar qilib, bemalol Alloh shu namozlarni o'qidik, mana teglamadik, boshqa qilmadik. Mana olib borayotgan odamlarga ham shukur, prezidentimizga ham Allohga shukur mana. Shuncha sharoitlar qilib qo'ydi, shuncha nimalarni nima qilib qo'ydi Alloh. Ovqatlari ham hamma yo'llar joy-joyida unaqa hech nima shikoyat qiladigan emas. Allohumma magfirillahum val validayhim val ustaziy va jamil mu'minina muslimina muslimat sallallohu ala halqi Muhammadan abduhu va rasululloh. Ziyoratlardan hammamizni ham qabul qilsin. Qayta kelishni nasib qilsin. Mustafa fikringizni aytasiz. Bismillahirrahmanirrahim. 23-yil kelgandik shu yerlarga. Mana bugun mana shu ziyoratimizni, Qizildengizga bo'lgan ziyoratimizni kerakli narsasi shu yerda chiroyli mana hashga kelgan vaqtlarimizni esladik. Juda ham chiroyli joylar ekan. Maza qildik. Yana mana shu joylarga kelib, yana ibodat qilib ketdik. Mana shu O'zbekistonliklarga buyursin, ro'zai nasib eylesin. Salomat bo'linglar, rahmat. Haramga borib ibodat qilishga qiynalmadingizmi? Mehmonxonamiz masofasi, ovqatlar ishlarida. Ovqatlar, Yo'lboshimiz, bosh xizmatlari. Elliboshini xizmatlaridan, ovqatlarida, xizmatlaridan mana marg'ilonli yigitlar juda ham yaxshi taomlar tayyorlayapti. Shuning uchun yaxshi, ovqatlar ham yaxshi, mehmonxonalardagi xizmatlar ham yaxshi. Qoniqdik, yaxshi. Yaxshi. Kamchilik yo'q. Bundan oshchasi bo'lmaydi, yaxshi. Xudoga shukur.
hammani kelib ko'rsin. Ibodat qilsin, ziyorat qilsin, ko'rsin. Kim kelib ko'rsa kelgan o'zini xulosalarini aytadi. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Hurmatli Sizga kelganlar. ibodatingiz qabul bo'lsin. Hozir intervyu berasizmi? Hozir akalar intervyu berasizlarmi? O'z fikringlar bo'lsa, kunimiz to'g'risida qanday ibodatlar qildinglar, boshqa xizmatlar yo'q, bosish shart emas. Shu ishora ko'rsangiz bo'ladi. Bosmang. Bizlar shu yerlarga olib kelgan eli boshlarimizga minnatdor rahmat. Eli boshlarimiz ham yaxshi insonlar ekan. Hamma narsani to'g'ri ma'noda tushuntirishib, hamma yo'llarni ko'rsatib, hamma ko'rmagan joylarni ko'rsatib, hamma narsani o'rgatib kelishyapti. Ularga ham minnatdor rahmat etamiz. Yana nima deylik, Xizmatlarimizda kamchilik bo'lmadimi? yo'q, kamchiliklar yo'q. Hamma narsa yetarli. Oziq-ovqat hamma narsadan hammasidan minnatdormiz. Zo'r bo'ldi hamma. Sayohatlarni ham yaxshi uyushtirishibdi. Hamma narsadan minnatdormiz. Allohga shukr. Shunchalik odam bundan oshiq bo'lmaydi. Ziyoratingiz qabul bo'lsa, yana qayta kelishing nasib qilsa, shu firmani tanlab kelishing nasib qilsa yana. Sog' bo'ling. Endi biz nima deymiz endi? Mana keldik umraga, Xudoga ming qatla shukr. Xudoyim chaqiribdi. Avvalambor shu eli boshimizga katta rahmat. Haqiqatan ham talantli bola ekan. Haqiqatan ham o'qigan bola ekan, ilmli bola ekan. Tan joni sog' bo'lsin. Shu bola chaqasini orzu havasini ko'rsin. Mana umrada hamma yoqda zo'r qilib, chiroyli qilib aylantirib, hamma yoqda ipidan ignasigacha tushuntirib, odamni yuragiga yetib boradigan qilib, eli boshimizni talantiga tan berdik. Haqiqatan ham yurakdan chiqargan, haqiqatan ham yurakdan chiqarib o'qishni bitirgan inson ekan. O'z boshi. 14 kun davomida 14 kun ibodat, hammasini joy-joyiga qo'yib, xizmatlarida. chiroyli mana bu gasinsalar, oziq-ovqatlar, sayohatlar, hamma masjidlarga borib, kim qayerda qanaqa bo'lgan hammasi bir chiroyli qilib, Hoji aka shu eli boshiga bitta duo qilib qo'ying. Eli boshimizni umri sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Ota-onasi hammalari sog' bo'lsin. Mana shunaqa biz ham sog' salomat yuraylik. Vatanimizga, prezidentimizga minnatdor rahmatlar aytamiz, tashakkurlar etamiz. Shunchalik sayohatlarni uyushtirib, shu taraflarga borib kelishlikni nima uyushtirib berishgan ekan prezidentimizga, boshliqlarimiz hammalariga minnatdor rahmat etamiz. Amin kechiraman. Katta rahmat sizlarga. Yana qayta kelishing nasib qilsin. Hojona gapirasizlarmi? Fikringlar bo'lsa, syomka qilaman. Ha? Bu opam gapirsin. Tushmaysizlarmi? Yo'q. Fikringlar bo'lsa gapiringlar. O'zimiz gulpalay. Nima tarqatinglar? Hojona qayerdansiz? Assalomu alaykum. Aleykümselam. Yumshoq olsangiz bo'ldi, yumshoq gapiraverasiz. O'z Tanjoni fikringiz. sog'mi? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Qayerdansiz siz? Andijon. Andijondan. Kim bilan keldingiz? O'g'lim. O'g'lingiz olib keldi. O'g'lingiz duo qildingizmi? Ha? Qayta duo qiling. Qayta kelishing nasib qilsa. Tanjoni sog' bo'lsin, umri uzun bo'lsin, rizqi halol bo'lsin. Ibodatlarimizni Allohning o'zi qabul qilsin. Rahbarimizga ham tanjoni sog' bo'lsin, o'zingizga ham tanjoni sog' bo'lsin. Umringiz uzun bo'lsin, rizqingiz halol bo'lsin. Hamisha o'g'il qizlaringizga bosh ochib yana kelib ibodatlar qilishga Allohim o'zi nasib qilsin. Hammamizni ibodatlarimizni Allohim o'zi qabul qilsin. Hammamiz umringiz uzun bo'lsin, rizqi halol bo'lsin. O'g'il qizlarga bosh ochilib yana kelishga Allohim nasib qilsin. Xizmatlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Kamchilik bo'lmadimi? Yo'q. Ko'nglingiz to'lgan bo'lsa bo'ldi. 14 kun davomida. Yaxshi. Rahmat sizlarga ham. Sizlardan yana kelib yana ibodatlar qilishga nasib qilsin sizlarga ham. Bola-chaqalaringlarni orzulasini ko'ringlar. Allohim hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat Hojona. Aytganingiz kelsa yana qayta kelishing nasib qilsin sizga. Rahmat, hozir bizlar siz yoshingizga yetishmaydi. Avvalom mana shu yerlarga yetkazgan, qadamlarimizni ranjida qildirgan Allohimga ming marta shukrlar bo'lsin.
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dürüst salavatlarımız, selamlarımız olsun. Mana 17 günden beri mana şehirlerge, Medine'ge bordik. Peygamberimiz Rabzalarga kirdik, ibodatlarimizni qildik, masjidlarda namozlar o'qidik. Kabaga kelib aylandik, tavof qildik. Allohga ming qatla shukr. Alloh chaqirgan ekan labbayga aytib yetib kelib, biz shukr Allohga. Hammani ibodatlari Alloh daryoqda qabul bo'lsin. Hammani chaqirsin, hamma mana shu yerlarga kelib namozlar o'qishlik, tavof qilishlik kabi atrofda barchalarga nasib qilsin. Hamisha hammamiz sog' salomatlikda bo'laylik. Rizq nasibimiz mana shu yerdan tugab vatanimizga qaytadigan paytimizda sog' salomatlik yurtimizga yetaylik. Farzandlarimizni oldiga sog' salomatlikda borishlikka muyassar qilsin Allohim. Sizlarga ham rahmatdan joninglar sog' bo'lsin. Bizlarni siylab, shunchalik oziq ovqatimizdan, yurar transportlarimizdan hamma yo'llardan xabar olib, bizga shunchalik sharoit yaratib berganinglarga sizlarga ham katta rahmat. Iloyim bola chaqalaringlarni baxtiga, ota-onalaringlarni baxtiga iloyim sog' bo'linglar. Hech qachon boshlari ham ko'rmasin. Doim cho'ntaginglarda pul bo'lsin, xonadoninglar to'yxona murodxona bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat bolam. Sizga rahmat. O'yinlar to'ldimi xizmatlarimizda, 50 bosh xizmatlaridan, firmamizdan. 50 boshi xizmatlardan juda ham xursandmiz. Mana ziyoratlarga oboradi, hamma haqida bizga rivoyatlardan aytadi, hadislardan aytadi, masjidlarga bordik, o'sha yerdagi ular gapirib berdi, bizga ana shuncha ta'lim, tarbiya sifatdan bizga ashuncha tushunchalar berdi. Juda ham xursandmiz. Mana yotoqxonaga kelsak ham hamma keldimi deb sanab mashinaga chiqqanimiz ham xavotir bo'lib, bizdan birortasi qolib ketsak ham chiqdimi sheriklarga qaranglar deb shunchalik bizga jon kuydiradi. Alloh rozi bo'lsin iloyim. Juda ham yaxshi. Xursandmiz biz. Yana barchalarimizga qayta kelishlik, mana shu yerlarda ziyoratlar qilishlik barchamizga iloyim nasib qilsin o'g'lim. Ziyoratingiz qabul bo'lsa, yana qayta kelasiz. Holatda ziyoratimiz yakuniga yetdi. Qizil dengiz sayohati va ziyoratimiz inshaalloh endi ularda aka ko'ramaga albatta Jaslisaga olib boramiz. Jaslisaga yo'llab obedga va peshin namoziga yetkazib boramiz inshaalloh. Salomat bo'ling.